Akajon, necha pul qo'yib beray mashinangizga? 11,5 ming aka mashinangizga baran kelishtirasiz, qo'yib beramiz aka. 2022 komprabik to'g'ri 30 ming yurgan. Pulni yengilroq qilib kelishtirasiz aka. Xalqqa manfaatli bo'lsa aka, reklamaga e'longa qo'yib beramiz aka. Qancha o'tadigan joyingiz bu aka? 11 mingga qo'yib bersam bo'ladimi mashinangizni aka? Bering aka. Olib minsin aka, avtokreditga naqdga chiqarib berasiz, to'g'rimi? Ko'rib turganlaringiz aka bilan dogovor qilib olib qoldik. 11,5 mingga ko'nmadilar. 11,200 dollarga 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentralari bor ekan. Kraskalari 100% toza ekan. Probiglari bemalol ustingizga olib kelib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Bunda yaxshi 4 ta mexika balon qo'yilgan. Salon holatlari bilan tanishtiraman. Apshkalari kojinli qilingan, chexol, monitor, video registrator, mejigar putlari bor ekan. Probiglari 31 ming yurgan. Metan balon ustanovka qilingan, orqalarini kustutamiz. Yaxshi holatda turibdi. Mashinamiz korobsilar Pramo egadan bizga e'lon berish, sotib berish xizmatlariga ustiga pul qo'yilmaydi. Mashinamiz tan narxi 11,200. Naqd pulga olmoqchi bo'lgan mijozlar uchun yana ham kami bor. Avtokreditga so'ragan mijozlar uchun video davomida avtokreditlarni qo'yib boramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosishni unutmang.